O'zbekiston Respublikasi va Saudiya Arabistoni podsholigi o'rtasida hamkorlik so'nggi yillarda izchil rivojlanib, ayniqsa madaniy-gumanitar sohada yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shu asosda 2025-yil 2-oktyabrdan 11-oktyabrgacha Saudiya Arabistoni podsholigida O'zbekiston madaniyat kunlari bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir O'zbekiston madaniy merosi, san'ati va milliy qadriyatlarini xalqaro miqyosda targ'ib etishga qaratildi. Concert program prepared by the Uzbek Art Masters, special for Saudi people, special for you. Let's welcome. Tadbir dasturidan o'rin olgan asosiy yo'nalishlardan biri Ar-Riyod shahridagi Riyadh International Book Fair festivalida bo'ldi. Kitoblarni bir yerga jamlanishi va xilma-xil dunyoning turli chekkalaridan umuman yozuvchilar va har bir insoniyatga kerak bo'lgan, manfaatli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lgan juda katta kitoblarning oqimi aynan bir joyga yig'ilishi, bir joyga to'planishi va bu yerga millionlarni tashrif buyurishi ushbu ma'rifat kechasidan manfaat olishi bugun go'yoki bir Saudiyadan yana bir nur taralayotgandek, go'yoki ilmga butun dunyoni chaqirayotgandek juda katta men taassurot oldim. Hattoki yaxshi niyat qildim. Aynan mana shu festivalni bu yerdagi vazir janob oliylari bilan kelishib, xudo xolasa balki kelgusida O'zbekistonda ham tashkil qilish rejamiz bor. Ma'lumot o'rnida Riyadh International Book Fair bu Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida har yili o'tkaziladigan xalqaro kitob festivali hisoblanib, ushbu festival 10 kun davom etadi. 2025-yilda O'zbekiston ushbu yarmarkaning faxriy mehmon mamlakat sifatida ishtirok etdi. O'tmish ajdodlarimizning ma'naviy merosini bugungi kundagi jahon ahliga yetkazishlik uchun davlat siyosati darajada e'tibor berilganligida samarasi o'laroq eng durdona qo'lyozma asarlarda nusxalari ham namoyishga keltirildi. O'zbekiston sivilizatsiya markazi mahobatli binosida qo'yilgan eksponatlardan namuna olib kelganman. Xalifa Usmon roziyallohu anhuning mushaflari, shuni nusxasini teriga ko'chirilgan nusxani olib keldik. Ko'p ko'rgazmalarda bo'lganman, lekin bu mahovati juda katta ko'rgazma ekan. Hattoki buni aylanib chiqishlikka inson charchab ham qoladi. 25 dan ortiq davlatlar va 2000 dan ortiq nashriyotlar ushbu kitob ko'rgazmasida ishtirok etishyapti. Kitob yarmarkasining boshlanishi odatda 10 kundan 2 haftagacha davom etadi. Ushbu kitob ko'rgazmasida Fransiya, Argentina, Italiya, Ingliz va yana turli xil davlatlardan ishtirok etishyapti. O'zbekiston esa bu yil bizning faxriy mehmonimiz bo'ldi. Kitob yarmarkasi turli xil davlatlarni bir joyga yig'ib, ularni madaniyatini o'rganishga yordam beradi. O'zbekiston madaniyat kunlari doirasida Ar-Riyod shahrida O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda Saudiya Arabistoni podsholigi madaniyat vaziri Badr bin Abdulla bin Muhammad bin Farhat Al Saud o'rtasida hamkorlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Hozirgina mana shunday ziyolilar uchrashuvidan chiqdik. Ular bevosita O'zbekiston boy tarixi, O'zbekistonni ilmiy salohiyati, bugungi kundagi qadimiy adabiyotlarimiz, qadimiy madaniyatlarimizni asrab-avaylashda O'zbekistonni hukumati nechog'lik bunga e'tibor qaratganligi haqida juda ham ko'plab savollar bilan bizga yuzlandi. Biz ham shu O'zbekistonda olib borilayotgan keng islohotlar, yuksak darajadagi mana shu madaniyat san'atni asrab-avaylashga yurtboshimiz tomonidan berilayotgan e'tiroflarni ularni savoliga to'laqonlik
javob tariqasida yetkazdik deb o'ylayman. Uchrashuv davomida ikki mamlakat o'rtasida madaniyat va san'at sohasida hamkorlik yuzasidan hujjat imzolandi. Shuningdek, ta'lim sohasida hamkorlik qilish hamda Saudiya Arabistonida saqlanayotgan Markaziy Osiyo tarixiga oid betakror va nodir qo'lyozmalarni o'zbek tiliga tarjima qilish ishlarida hamkorlik masalalari muhokama etildi. Tadbir davomida O'zbekiston san'at ustalari ishtirokida konsert dasturlari, milliy taomlar, hunarmandchilik buyumlari va madaniy pavilyon ko'rgazmalari, noyob qo'lyozmalarning nusxalari, kitob va milliy adabiyot namunalari ko'rgazmasi tashkil etildi. O'zbekiston stendida bu yerda bizlarda qandolat mahsuloti, qand milliy brend, qo'lbola shokoladlar ishlab chiqarilyapti o'zimizda. Mana bugunda O'zbekistonni barcha brendlarini, ko'plab mahsulotlarni olib kelishdik. Biz oilada 3 ta hunarmandchilik turi bilan shug'ullanamiz. Oilada kulolchilik, kashtachilik hamda gilamdezlik bilan shug'ullanamiz. Ana Saudiya Arabistoniga kelganimizdan beri bizning ishlarimizga, qo'l mehnatiga juda qiziqadiganlar bor. Juda ko'p davlatlarda hozir qo'l mehnati bilan shug'ullanadigan ustalar juda kamdan kam. Ular aytadiki, hammasi mana mexanizatsiyalashgan mashinkada ishlaydi, lekin sizlarda hozirgacha ham qo'l mehnati saqlanib qolganiga biz hayratlanamiz deb aytishadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston madaniyat kunlari dastlab 2011-yil 25-31 mart kunlari Saudiya Arabistoni podshohligida tashkil etilgan edi. O'shanda O'zbekiston vatanim manim nomli amaliy san'at va foto ko'rgazmasi, shuningdek milliy kuy-qo'shiqlarimizning sara namunalarini o'z ichiga olgan konsert dasturlari Ar-Riyod va Jidda shaharlarida bo'lib o'tgan edi. yigirma 24 oktyabr kunlari O'zbekistonning ikki manzilida qadimiy Xorazm viloyati va poytaxt Toshkent shahrida Turkmaniston madaniyat kunlari tadbirlari bo'lib o'tdi. Tadbirlar davomida turkman xalqining boy madaniy merosi, milliy qadriyatlari hamda ikki xalqni bog'lab turuvchi do'stlik rishtalari tarannum etildi. 24 oktyabr kuni O'zbekiston Xalqaro forumlar saroyida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov va Turkmaniston Respublikasi Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Nursahid Shirimov o'rtasida hamkorlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Turkmanlarni umuman bularni o'zi e'tibori ham, munosabati ham, o'zini har qanday milliy qadriyatlariga bo'lgan mehri juda ham, g'ururi juda ham baland. Havas qilsa bo'ladigan darajada. Shuning uchun o'ylaymanki, mana shunday munosabatlarda bugun eng avvalo davlatimiz rahbarlarini mana shu bizga bir imkon eshiklarini ochishlari va mana shunaqa iliq munosabatlarning yuqori darajaga ko'tarilishi bugun ayniqsa madaniyat sohasini yelkasiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Ozodbek Ahmadov bilan bir buluştuk. Buluşun devamında medeniyet bağımlıktaki iki doğruluk devletin medeniyet bağımlıktaki alıp barayan katnaşıklarını gelecekte hatta işlemleştirmek boyunca bir maslahatlar ettik. Gelecekte de şunun yani hizmetleştikleri işlemlerde devam etmekte. Türkmenistan tarafı, Türkmenistan Medeniyet Ministerliği hem ehli verul işleri alıp bara. Uchrashuvda madaniy aloqalarni yanada mustahkamlash, hamkorlikni ilmiy va amaliy darajada davom ettirish, shuningdek madaniy munosabatlarni yuqori pog'onalarga ko'tarish maqsadida alohida yo'l xaritasi ishlab chiqilganligi ta'kidlandi. Nafaqat san'at, madaniyat, umuman sport, ta'lim, ilm, fan, tarix, tadqiqot, nomoddiy madaniy meros va umuman tadqiq qilinmagan hali har ikkita xalqda ham ikkalamizga ham taalluqli bo'lgan juda ko'p ashyolar hali mavjud. Umuman qiladigan hamkorlikda qiladigan juda ko'p ishlarimiz bor. Umuman turkman xalqiga oid qo'lyozmalar bugun O'zbekiston arxivlarida mavjud. Yoki O'zbekistonga oid eski tarixiy qo'lyozmalar bugun Turkmaniston arxivlarida mavjud. Sanaydigan bo'lsam hozir ko'zga ko'rinmaydigan, lekin qilishimiz shart va zarur bo'lgan ishlar juda ko'p.
Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik kino sohasida ham izchil rivojlanmoqda. O'tgan yili O'zbekiston va Turkmaniston hamkorligida Maxtumquli Firog'iy badiiy filmi muvaffaqiyatli suratga olinib, tomoshabinlar e'tiboriga havola etilgan edi. Maxtumquli og'amiz shoir ekanlar. Maxtumquli sizmisiz? Bu kutubxona meni ham o'ziga rom etmish. Bag'oyat katta kutubxona ekan. Bizning qo'shiq va bitgan g'azallarimiz shu xalqimiz uchundir. Turkman tilida she'r biturmen deysizmi? Bu qadar iste'dodingiz borligini bilganimda, siz bilan ilk ko'rishgan kunimdayoq og'ayni tutinardim. Maxtumquli Firog'iy to'g'risida filmni aynan O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari tomonidan tashabbuslari bilan suratga olganmiz. Bu ishlarni biz o'tgan yili suratga olish amalga oshirdik, ya'ni Maxtumquli Firog'iyning 300 yillik yubileyiga taqdim etdik. Bundan tashqari ushbu filmimiz bir necha davlatlarda premyeralar o'tkazildi. Nyu-Yorkda, Londonda, Izmirda, Almatada juda ko'p 10 dan oshiq davlatda premyeralar o'tkazildi. Bir necha Grand Prixlarni qo'lga kiritdi. Kurkutota kinofestivali Grand Prixsini qo'lga kiritdi. Yaqinda bo'lib o'tgan Qozon kinofestivalining asosiy mukofotining sovrindori bo'ldi. Yana bir necha kinofestivallarda g'olib bo'ldi. Endi bu filmimiz Turkman-O'zbek do'stligiga bag'ishlanadi. Ushbu film bilan biz qardosh turkman xalqimizni shu ular bilan shu chambarchasligimiz, chunki Maxtumquli Firog'iyni qo'shiqlarini kuylamagan o'zbek hofizlari, xonandalari yo'q. Barcha o'zbek xonadonlariga kirib borgan Maxtumquli Firog'iyni so'zlari, she'r orqali, shu qo'shiq orqali kirib borgan. Maxtumquli Firog'iy bizni ham shoirimiz. Tadbir doirasida Toshkent shahrida ham bir qator madaniy tadbirlar tashkil etildi. Xususan O'zbekiston Davlat drama teatrida Turkmanistonning Dashog'ovuz viloyati Nurmuhammed Andalib nomidagi musiqali drama teatri tomonidan Iqror otashi spektakli namoyish etildi. Hamkorlik uchrashuvidan so'ng esa Turkmaniston va O'zbekiston san'at ustalari ishtirokida qo'shma konsert dasturlari o'tkazildi. Unda ikki davlatning el ardog'idagi san'atkorlari ishtirok etishdi. Dinimiz bir, dilimiz bir, tariximiz bir, dünya yüzünde Türkmen'e en yakın devlet, en yakın halk Özbektir. Özbekler için en yakın millet, en yakın devlet, en yakın halk Türkmen halkıdır. Şoň için bundan bir yana da dost olmamız berkesin. Şular ýaly konsertden çıkışların, dost oğanlyk konsertlerden çıkışı has köp bolsun. İki devletin prezidentlerine çäkli sawalma edýärim, goý olaryň janlar sag belet başlar aman il ýurt bäkbetli durmuşa geçirýän işleri we ýene de durmuşa geçirjek işleri elmydama rowaç bolsun. Türkmen özbek dostlugy şeýle hasam öz ýurtlarymyzam ýakyn bolansoň bir özlerim özümize şeýle ýüregimize ýakyn boldy. Ýene täze ýyllarda bir gelmek, şeýle sahnalarda çykyş etmek hemmemize nisip etsin, size de köp sag bolsun aýdýan şeýerde Özbekistan döwletine de janyňyz sag bolsun, işiňiz uğruna bolsun. Eslatib o'tamiz, 2024-yilning noyabr oyida Turkmanistonda O'zbekiston madaniyat kunlari tadbirlari bo'lib o'tgan edi. Turkiyaning Anqara shahridagi Anqara Hoji Bayram Vali universitetida jadidchilik harakatining asoschisi Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligiga bag'ishlangan Mahmudxo'ja Behbudiy va Turkiston jadidlik harakati mavzusida xalqaro ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston, Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston kabi davlatlardan jamoat va davlat tashkilotlari, diplomatik korpus vakillari, 100 nafarga yaqin olim va mutaxassislar onlayn va masofaviy shaklda ishtirok etishdi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miramonovich bu jadidchilarga çok bir önüm verecek. Sebebi bu jadidchilar bu O'zbekistondan birinchi önü güçüne, shundayla O'zbekiston madaniyatına, adabiyatına, tarixine, O'zbek sivilizatsiyasına çok salım qo'shgan jadidchilar. Yangi O'zbekiston davrida hurmatli prezidentimiz boshchiliklarida jadid ma'rifatparvarlarimizni xalqimizga qoldirgan merosini o'rganish, ularning bosib o'tgan yo'llarini yoshlarimizga o'rgatish bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilyapti va jadid ma'rifatparvarlarimizning
boshlab bergan ezgu sa'y harakatlari bugungi kunda yangi O'zbekiston siyosati bilan hamohang. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar mana shu jamiyatimizni ilm ma'rifat yo'lidagi ezgu ishlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarimizni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash yangi O'zbekistonning buyuk bir maqsadi, yangi O'zbekiston poydevorini mustahkamlash ekanki, mana shu ezgu yo'lda bugungi kunda butun bir jamiyat bo'lib harakat qilinyapti. Tan olib aytish kerakki, yangi O'zbekistonda jadidchilik harakati, bobolarimizning milliy istiqlol ruhiyatida avlodlarni tarbiyalash va O'zbekistonni kelajagini buyuk qilish yo'lidagi sa'y harakatlarini alohida ta'kidlash lozim va uni targ'ib etish nafaqat mamlakatimiz hududidagi aholi va yoshlar o'rtasida, balki xorijiy davlatlar, turkiy tilli davlatlardagi aholi uchun ham jadidchilik harakatining turkiy tilli dunyo xalqlari o'rtasidagi ahamiyatini ham aytib o'tish lozim. Xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti Turksoy, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi, Anqara Hoji Bayram Vali universiteti va Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti hamkorligida tashkil etilgan mazkur tadbir doirasida dastlab Mahmudxo'ja Behbudiyning turk tilida chop etilgan tanlangan asarlar kitobi taqdimoti ham o'tkazildi. Kitobning ahamiyati shundaki, bobomizning butun bir faoliyati davomidagi qoldirgan merosi turkiy xalqlarni yanada yaqinroq tanishish uchun imkon yaratadi deb o'ylayman. Milliy g'ururga yo'naltirilgan fikrlari, g'oyalari, milliy istiqlol g'oyasi, Turkiston Jumhuriyati, Turkistonning ahamiyati haqida fikrlari mavjud bo'lib, bugungi kunda ham o'zini dolzarbligini yo'qotmagan. Biz Türkiye'deki yaşlar hem Türkistan cedidçilerinin baba kalanı, rehberi bo'lgan Mahmud Hoca Behbudi'nin eserlerden nima aytganini Türkiye'deki yaşlar hem körsünler, şuları okup şulardan dersler alsınlar, hayatlarıga shunga mas bir yöneliş versinler deb o'yladik. Mahmud Hoca Behbudi Türkistan'ın kalbinde yanan bir ışıktı. O ilimle, kalemle, inancıyla cehalete meydan okudu. Okumayan millet özgür olmaz diyordu. İşte bu söz bugün hala bize yol gösteriyor. Bizim Cumhurbaşkanımız Şafkat Miramanoviç bu işlerge ayrıca mani verecek. Bu boyunca meseleler boyunca kararını kabul etti. İnşallah bu karar da biz için de çok bir gurur duyar. Biz de Türksoy Halkara Teşkilatı da bu işe çok bir katkı sağlayacağız. Bu yerdagi ko'p olimlarimiz, mana qardosh Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Ozarbayjon, qancha qardoshlarimiz, mana buyuk elchilarimiz ishtirok etgan bu anjuman avvalo bizning birligimizga hurmat, bizni hamjihatligimizga ehtirom, bu ozodlikka yuksak bizni hurmatimizni belgisi. Kunning ikkinchi yarmida Anqara shahridagi Davlat teatrida Samarqand viloyati musiqali drama teatri tomonidan sahnalashtirilgan Behbudiy spektakli namoyish etildi. Sizning kelishingizni butun Turkiston biladi-yu, biz bilmas ekanmizmi? Ertalabdan buyon yolboshimiz ne xabarlar keltirur deya yo'lingizga ko'z tikib o'tiribmiz. Bu yerga til biladiganlarni jalb qilingiz. Kerak bo'lsa til o'rganib, o'zlaringiz ham bajaring bu yumushni. Sizdan iltimos, bizning gazetamizga ham bu yozib turing. Atrof Frat imzosi bilan o'quvchilar yozadi. Albatta yozaman. Mahmud Hoca, tabriklayman. Otashi nur va o'z vaqtdagi da'vat. Sizdek fidoyilar bor ekan, biz albatta Shura-i Islomiy orqali muxtoriyatga erishamiz. Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Dilga orom beruvchi ovoz sohibasi, samimiy, mehridaryo san'atkor, O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Matluba Dadaboyeva bu yil 70 yoshni qarshi oldi. Poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatrida San'atim hayotim nomli tantanali musiqiy kecha bo'lib o'tdi. Azaldan to abadgacha cho'zilgan
ilohiy va abadiy oxir. Hozir Matluba Dadaboyeva keyingi qo'shiqlarga tayyorgarlik ko'ryapti. Biz hozir ularni aytira olamiz. Assalomu alaykum ustoz. Tabriklayman ustoz. Rahmat 70 jonim. yosh muborak bo'lsin. Rahmat. Maqom konsert muborak bo'lsin. Rahmat bolam. Tabriklayman. Qanaqa kechyapti ichingizda hayajonlar? Voy, men bilasizmi, ayta olmayman. To'g'risi men bir hafta oldin bu narsani aytildi. Juda ham qiyin bu yoshda. Bir haftaning ichida men bilmadim. To'g'risini aytaymi, taroziga chiqsam 3 kilo ozib ketibman. Hozir o'sha meni hurmat qilib kelgan qadamlarini ayamasdan kelganlarni qadamlari uchun bitta jonli qo'shiq aytib berishga yana tayyor turibman. Rahmat. Ustoz aytishadi-yu, haqiqiy bahoni tomoshabinlar beradi, lekin baribir inson ich-ichidan o'zini darajasini, o'zini holatini biladi-da. Sizningcha bugungi o'zingizning konsertingiz qanday o'tyapti? Sizga yoqyaptimi? Men o'ylaymanki, oliy darajada. Chunki har bir qo'shiqlarimizni insonlar juda yaxshi ko'rib, tashnalik bilan qabul qilyapti. Buni o'zi men o'ylaymanki, shu daraja bo'lsa kerak. Bu darajalar meniki emas. Menga o'rgatgan ustozlarimning darajasi. Chunki agar ulardan men shunaqa qo'shiqlarni, buyuk qo'shiqlarni o'rganmaganimda bu darajalarga yetmagan bo'lardim. Ularning ruhlari shod bo'lsin. Bu meni anaqa emas, nima deydi? Meni bayramim emas, ustozlarimning, ota-onalarim bayrami deb o'ylayman. Bu inson faqat o'zbek xalqi balki Tojikiston Respublikasi ham bugun xuddi o'zini farzandidek, o'zini ijodkoridek, o'zini san'atkoridek yaxshi ko'radi. Mazkur musiqa oqshomiga Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda Tojikiston Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda muxtor elchisi Abdujabbor Rahmonzoda ham tashrif buyurishdi. Jonli ijroda bo'lib o'tgan samimiy va fayzli musiqa kechasiga maqom san'ati vakillari, san'at ixlosmandlari, turli vazirlik va idoralar, mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tgan xorijiy elchixonalar vakillari, talaba yoshlar taklif etildi. Konsert juda yuqori darajada bo'lyapti. Juda ham yoqib, dillarim ravshan bo'lib o'tiribman, maza qilib o'tiribmiz. Endi mana Matluboyga shu 100 dan oshib yurishlarini istaymiz. Mashaqangi san'atlarini yana ham davom etaversin. O'sha Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblida yana davom ettirsinlar shu ishlarni. Maqom to'g'risi o'zi gap ketganda hamda biz xursand bo'lamiz. Ayniqsa odamlar hozir rosa quvonib, xursand bo'lib o'tiribdi, sababi yurtboshimizda shunaqangi konsertlar o'tishiga juda ham xursand bo'ladi va imkoniyatlar yaratib berilyapti va Madaniyat vazirimiz Ozodbek Ahmadovich ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bu borada. Juda ham xursandmiz. Bunday konsertlar ko'payishi kerak. Mazkur musiqa oqshomida Matluba Dadaboyeva ijrosidagi qo'shiqlarga Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli, Munojot badiiy raqs jamoalari o'zgacha shukuh baxshida etdi. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Xorazm ahlining haqiqiy orzusi amalga oshadi desam, mavlayman to'g'ri. Prezidentimizning so'nggi yillarda o'zbek milliy maqom san'atiga bo'lgan e'tiborlari sabab maqom yo'nalishida turli xil tadbirlar tashkil etilmoqda. Shu sabab 5-noyabr kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida O'zbekiston xalq artistlari G'ofur va G'ulom Eshchonovlar boshchiligida O'zbek milliy maqom san'ati markazi Xorazm viloyati hududiy bo'limining Komiljon ustozimning O'lmas navolari nomli konsert dasturi bo'lib o'tdi. Muhtaram prezidentimizni san'atga, madaniyatga bo'lgan e'tiborlari uchun mana shunday bugungidek ustozlarimizni xotirlab kechalar, konsertlar uyushtirilib turibdi. Albatta biz shogirdlar bundan juda xursandmiz. Albatta bundan maqsad kelajak avlodga, yoshlarimizga, bizdan keyingi shogirdlarimizga, ukalarimizga ustozlarimizning merosini, millatimizning o'sha sof san'atini keyingi avlodga biz butunlikda yetkazish maqsadida albatta shu ustozlarning ijodini, qolaversa o'zbek san'atini yanada targ'ib qilish maqsadida mana shunday ustozlarimizni
xotira kechalarini, tadbirlarini tashkil qilib turibdi. Konsert dasturi mehmon xonandalari xalqimiz orasida Xorazm bulbuli deya nom qozongan O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Og'abek Sobirov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor Erqulova va O'zbekiston xalq artisti Toyir Qo'ziyevlar ishtirok etishdi. Pir ustozimiz Kamoljon Ataniyozov hayotligidayoq o'ziga san'atda haykal qo'yib ketgan inson. Bu insonni qilib ketgan o'zidan keyingi avlod uchun shunchalik meroslari, madaniy meroslari, san'atda qoldirgan oltin meroslarini bir qancha yuz yillab yoshlarimiz foydalanadi, bizdan keyingi avlodlar ham foydalanadi. Mana masalan hozir Kamoljon Ataniyozovni o'sha paytda aytgan ashulalarini qaytadan aranjirovkalar qilib, sal zamonaviylashtirib, buzmasdan bugungi zamonni talabiga javob beradigan, o'zi shundoq ham talabiga javob beradi, lekin yoshlar bor. Hozirgi avlodlar ham qabul qilishligi uchun, boshqasi uchun ozroq harakat qilib, shuni qaytadan muxlislarimizga taqdim etyapmiz. Ustozlarni yod etib, ularni merosidan, ya'ni o'sha san'at, milliy merosimizdan, san'atlaridan yanada qayta ularni eshitib, tinglab, qayta yana yoshlarga tatbiq qilish hayotda. Ularni ustozlarning merosi, ularning kuy qo'shiqlari, shu narsalar o'lmas navolar deb hisoblanadi. Xursand bo'lamiz, mana hozir kattagina bir dargohda juda ko'pchilik shiravandalar Xorazm navolarini eshitgani, ustoz Komiljon Ataniyozov qo'shiqlarini, kuylarini eshitgani kelishgan. Xorazm yo'nalishi bir juda murakkab bir yo'nalish. Shu musiqa san'atimizda 3 ta yo'nalishlardan Farg'ona, Toshkent yo'l Buxoro yo'nalishi bo'lsa, Xorazm bir juda bir yetib bo'lmas darajadagi kuchli san'at nimasi, bir yo'nalishi. Mana shu yo'lda ustoz Komiljon Ataniyozov juda go'zal ijod qilganlar va o'zlaridan oldingi shu Hojixon Boltayevlar, mana shu shogirdlari Nazira Yusupov, Olmaxon Hayitova, Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov, Otajon Xudoyshukurov. Endi qarangki, qarab kelsangiz, mana aka-uka Eshjonovlar, Otajon Xudoyshukurov shogirdi bo'lsa, ular uni shogirdi bo'lgan. Ustoz shogird an'anasi davom etyaptimi? Bu degani har bir o'zini shu bir yaxshi ko'rib, mana shu milliy san'atda o'rnini topmoqchi bo'lgan odam o'zidan oldingilarni qanday bir qarichi nima bo'lgan ekan deydi. Ana shu bilan o'zi baxtli. 25 dan ortiq milliy mumtoz qo'shiqlardan o'rin olgan konsert dasturi yuksak saviyada tashkil etilib, ko'tarinki kayfiyatda yakunlandi. Kechaga tashrif buyurgan tomoshabinlar bebaho boyligimiz bo'lgan klassik va mumtoz musiqamiz durdonalarining ijro namunalaridan bahramand bo'lishdi.